shuncha yurarkan, baxtingizga anaqa spid anaqa peshanangizga anaqa qilolmabsiz. Tamom bo'lardingiz deyishardi. Qizlar, men bekordan bekor 2 qatligim 1,5 yilga cho'zilmagan. Men 1 yil lecheniya olganman, mana shu isqirtlarning infeksiyasini tozalattirganman. 1 yil olganman. Mani doktorim har doim aytardi, sen tug'asan, sen egzilab tug'asan, sen organizming zo'r derdi. Men onkologik sentrlargacha borganman o'shalarning orqasidan. Lekin buni ommaga aytmaganman. Ota-onam ham bilishmasdi. Ota-onam ham har doim nima deydi, yaxshi bo'lib ketgan deb oramizga qo'shishmas edi. Agar ota-onamni yomonlab chiqadigan bo'lsa, onkologik sentrlargacha borganman. Doktor dedi, "Men bu qizni davololmaymiz" deyishgan. Bu qizni degan hozir davolasam tashiyman 2 qat bo'la olmaydi degan. Bu yoqda qizlarga bu infeksiya matkasi bo'lgancha tezroq ta'sir qiladi, erkaklarga uncha ta'sir qilmaydi. Keyin erkaklarga chiqib keladi. O'sha kunlar ham bo'lgan, lekin qaynonachka primoyda har doim men buni davolatganman, shamollab yotdim, doim qizlar, men ot go'shtini yeb katta bo'lgan qizman. Ot go'shtini yegan issig'i kuchli qiz bo'lganman.